Qishloqdagi qizlardan tongi rubrika bo'lsin demak ketdik. 2-3 kundan beri uxlab qolib 8 da turayotgan edim. Bugun insof berib 5 da turdim. Quyosh endi chiqaman deb turgan ekan. Tezdagina eshiklarni tozalab oldim. Bugungi videoda sizlarga blog yuritishimni boshidagi ba'zi narsalarni aytib bermoqchiman. Auditoriyamdagilar soni 10 mingtaga ham yetmagan paytda rosa ko'p o'ylar edim. Katta bloger bo'lib ketsam, qarindoshlar, qishloqdagilar qanaqa qabul qilar ekan deb bilasizlar, ko'pchilik internetga chiqqan ayollarni yaxshi deb hisoblamaydi. Men haqimda ham shunaqa o'ylashsachi deb yurgan paytlarim birdaniga 1-2 ta videoim to'pga chiqib ketib qolib, katta tezlikda auditoriya kelgan. Orasida meni butun qarindoshlarim, qishloqdagilar bor edi, lekin 1-2 ta yaqinlarimdan tashqari hamma chiroyli qabul qilgan va hatto bunaqa talenting ham bormi deb hayron qolishgan. Mendagi videolar asosan uborka, qishloq hayoti bo'lgani uchun, ya'ni ochiq sochiqlikdan, bema'ni harakatlardan yiroqda bo'lgani uchun vaqt o'tib o'sha 1-2 ta salbiy fikrdagi yaqinlarim ham tushunib poddержка bera boshlagan. Bu narsalarni aytganim sababi menga yangi yo'nalish qo'shilyapti. Bu yo'nalishim ko'pchilikka go'zal namuna bo'ladi deb umid qilaman. Internetga chiqishimdan asosiy maqsadim shu, boshqalarga chiroyli o'rnak bo'lish. Yangi yo'nalishim haqidagi videolarda keyingi reelslarda ko'rishingiz mumkin bo'ladi.